Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Bizda Tank 700 prezident kortejida yuradigan mashina bu. Rossiya prezidentida ham o'zimiz prezident kortejida ham yuradigan mashina. Mashinamiz asosiy xususiyatlaridan bitta joyi, fishkasi zo'r joyi. Motor 3 litrli, 90 litrli bak, 3 litrli motor. GDI. Bunda metan ham, propan ham qo'ysangiz bo'ladi, gaz. Tashqi ko'rinishdan men hozir bitta sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. YouTube'imiz uchun bu video. 20 diska 275 ga 60 R20 diska bo'ladi. Tashqi tomondan bahaybat vobshe. Mashinada slepoy zonalari bor. 540 kameralari ham bor. Besключой достуp bo'ladi mashinada. Bundan tashqari anaqa paroglari ham bor. Mashinamiz 24-yil 11-oy. Pilsoskasi yo'q eshikda. Orqa tomon ochilib yopilishlari ham dahshat. Hozir bitta tashqi ko'rinishini men sizlarga birinchi obzor qilaman, keyin ichki ko'rinishini qilamiz. Bitta bosadigan bo'lsak, qo'lda ochamiz eshikni. Orqa tomon bagaj ko'rib turibsizlar, vobshe katta mashina. Orqada subwoofer bor. Orqa sidina ikkitasini yiqitish va qaytib tiklab qo'yadigan rejimlari bor. Bildirib qo'yadigan, bu 3 kilogrammgacha yuk ko'taradi bu narsalar. Tepalari alkantara. Mashina yopadigan bo'lsak, orqasidan boshlayman. Sekilamiz. Mashinada Harbin kardon bilan jihozlangan premium akustika hisoblanadi. Mashinamiz orqasida konditsioner, bu tomonda konditsioner bilan boshqarsangiz bo'ladi. Mana keladigan bo'lsa 12 voltli zaryadchik uchun USB Type-C zaryadchik. Lekin orqa qator o'rtasida ekranchasi va bu bilan konditsioner, abduqavarif masajlarni boshqarsangiz bo'ladi. Mana o'rindiqlarni ham oldi orqa qilish mumkin. Mashina charmdan premium. Orqani o'zi ham mana dahshat ko'rinishdagi mashina. Tepalarida luki bor, ochiladi panoramasi ham. Xo'p, endi oldi qatorga o'tadigan bo'lsak, Harbin kardon tank yozuvi, bu tomonlardan aynan ochib yopadigan, bakoylarni boshqaradigan, disk rejimiga qulflab ochadigan narsalari bor. Xo'p, narigi tomonga kelib o'tiraman hozir. Xo'p, sidinaga keladigan bo'lsak, sidinamizda mana bu avtomatikasini boshqaradigan, oldi orqa belini boshqaradiganlari, hamma narsasi bu yostiqchalari, masajlari bor mashinada. O'tiramizda ekranni o'zi tiniqligidan ko'zingiz kayf qiladi. Bu o'rtada suvatchasi bor. Premium mashinalar hammasida bo'ladi. Va bundan tashqari stikerlari xrustalniy. Mana bu tomonda shamol beradigan yoqib qo'yishgan. Keyin yana nimalari bor? Bu tomonda беспроводной zaryadchik, USB Type-C zaryadchik ekan bu. Tomonlardan xuddi o'sha narsa. Shu narsalar hozircha. O'rta bor dahshat katta, o'zi vobshe zo'r. Kamera hammasi chokki. Oldi bagajini bitta oching. Oldi bagajdan mana shu. Oldi kapot. Я пригласили на турецкий завтрак. Я думал, как бы мы выпьем кофе, чай. Oldini ochadigan bo'lsak, bu tepadan ko'rinishi. Bunda suv, puv, moy, mana shunaqa narsalar almashtiradigan joyi bor, jiddisligi bor. Simulator joyi. Shu tepadan men ko'rmayapti, pastdan. Mana shunaqa mashina. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, yozinglar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Chiroyli narxlarda mashinani qilib beramiz.